Har kuni ertalab xonam shunday ko'rinishga kelib qoladi. Bolam bog'chaga borishdan oldin "Buni kiyaman, buni kiymayman" deb hamma kiyimlarni bir qator kiyib, kiyimlarini yayratib ketadi. Birimiz krossovkasini kiydiramiz, yana birimiz kurtkasini, yana birimiz to'ppisini kiydirib, maqtab hokim buvani ishga kuzatganday bog'chaga kuzatveramiz. Indigi navbat ikkinchi balama. U balamam xuddi shvedskiy stollar tayyorlaganday ovqatlar tayyorlab, yedirib, uxlatib, ballalarim tap-toza etib ketgan xonamni boshdan oyoq o'zimam tozalab chiqaman. Ishqilib, kunda bir ish takrorlanadi. Tozalab qo'ygan joylarim soat 5 gacha turadi. 5 dan keyin shu videoning boshida ko'rganingizdek ahvolga kelib qoladi. Ishqilib, kunda bir xillik takrorlanadi. Ballarim hamma joylarni yayratib tashlasalar ham, uylarim yayrab qolsalar ham, shu ballarimning barina shukr.